Abu Said al-Maqburiy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu bir necha kishi o'tirgan joydan o'tib qoldilar. Ularning oldida kuydirilgan qo'y go'shti bor edi. Ularni chaqirishdi, lekin ular yeyishga ko'nmadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyodan arpa noniga to'ymay ketdilar dedilar. Biz ovqat yeyish bo'yicha chempionmiz. Kechqurun moch kichiri bo'ladimi, qozon ko'p bo'ladimi, besh barmoq bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar kechqurun soat 1-2 da bo'lsa ham yoki ertalabgacha navbat kutib bo'lsa ham shu ovqatni yeb kelgani boramiz. Ertalab turamizda nimagadir semirib ketyapman, ozishim kerak. Bunaqa yurish sizni nimalar kutayotganini bilasizmi? Birinchidan yurak qon tomir kasalliklari, xolesterinlarni oshib ketishi, jigaringizni yog' bog'ishishi, fibroz, sirroz, kerak bo'lsa sizni o'ldirishni tezlashtiradigan kasalliklarni orttirib olasiz. 14-asrlarda yashab ijod qilgan shoir, tabib Shahobiddin Abdulkarim o'g'li o'zini Shahob tabobati nomli kitobida insonlarning sog'lom bo'lishi uchun, to'g'ri ozishi uchun bu misralarni qoldirgan. Agar bo'lsin desang, sihatim ko'p soz, parhezdan kaliting bo'lsin qish u yoz. Xilma-xil achchiqdan tut o'zni hardam, qorningni to'ldirma, bo'sh qo'ymagin ham. Kam yesa gar kishi sog'liq bo'lar yor. Ko'p yesa sihati ranjdan torumor. Ovqatni bir paytda yegin ey odam, mol doim yegandek yemagin har dam. Qorningga yarasha yegin ovqatdan, ortiqcha yeb zaif bo'lma illatdan. Xulosa, o'zingizlardan video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.